Amerika Davlat Majlisining Xitoy ishlari ijroiya komiteti yangi dokladida Sharqiy Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyatlar, hatto texi irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida yangi isbotlar borligini aytdi. Xitoy ishlari ijroiya komiteti 14 yanvar kuni rasmiy e'lon qilgan dokladida Xitoy hukumatining Uyg'ur elida atalmish kasbiy tarbiyalash markazi nomidagi lagerlarni qurib, Uyg'urlarga sesimliq ziyonkashlik qilganligini qattiq ayblagan. Shundaqla yana Xitoy Amerikada yashayotgan Uyg'urlarni parakanda qildi deb tanqid qilgan. Amerika Davlat Majlisidagi har ikki partiya a'zolaridan tashkillangan bu komitet dokladda yana Amerika hukumatidan darhol Uyg'ur elida vahshiylikning sodir qilinmaganligi to'g'risida qaror chiqarishni talab qilgan. Amerika hukumati odatda bunday talabga 90 kun ichida javob berishi kerak ekan. Xitoy ishlari ijroiya komiteti raisi, Avam palata a'zosi Jim Makrovin Xitoy hukumatining o'tgan bir yildagi kishilik huquq xotirasini kishini cho'chitadigan darajada va misli ko'rilmagan deb baholash bilan birga Amerika Davlat Majlisidan va kelgusi Bayden hukumatidan Beyjingni javobgarlikka tortishni talab qilgan. Kanadaning Yer shari ishlari ministrligi va uning qarmog'idagi Kanada savdo xizmati komissariyati 12 yanvar savdo hujjati e'lon qilib, Kanada shirkatlarini va paycheklarini Xitoyning Sharqiy Turkistonga munosabatlik muassasalari bilan bo'lgan savdo aloqasida sezgur bo'lishini, bu o'rinlarning Uyg'ur majburiy emgakini ishlatayotgan bo'lishi mumkinligini ogohlantirib, bundaq o'rinlar bilan savdo aloqasi qilishning inovatga daxli yetkazadiganligi, uning qonuniy badli borligini bildirgan. Kanada Yer shari ishlari ministrligining hujjatida Uyg'ur va boshqa osonliq millatlar uchrayotgan dafsanchilikning keng ko'lamda tutqun qilish, keng ko'lamda bolalarni ota-onalaridan ayirib etish, diniy ibodat va madaniyat faoliyatlarini bostirish, majburiy emgakka silish, nishonliq bostirish va nazorat tadbirlarini yo'lga qo'yish, tug'mas qilish, tan jazosi va boshqa qo'pol muomala shakllarini o'z ichiga oladiganligi, majburiy emgakning butkul Xitoyga kengayganligi bildirilgan. 12 dekabr Angliya Xitoyning majburiy emgakiga qarshi yangi tadbirlarni e'lon qilgan bo'lib, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisi Jang buni Xitoyning ichki ishlariga aralashganlik deb atagan. Türkiyədə hakimiyyət beşidəki Adalet və Tərəqqiyat Partiyasının bayonatçısı Ömər Çelik Xitay bilan Türkiyə arasında imzalanğan və Uyğurlar arasında əndişə payda qılğan cinayətçilərni ötküzüb beriş kelişimi haqqında toxtaldı. Aq Partiya Mərkəzi İdarə Heyət əzaları yığınından keyin söz qılğan Ömər Çelik, bu biz nurgun dövlətlər bilan tüzgən adətki, xalqara qanunlarga uyğun bir ötküzüb beriş kelişimi. 32 dövlət bilan bu xil kelişimimiz var. Parlament Türkiyədəki ən ali qarar çıxarğıcı orun. Onu Uyghur qarindoshlarımızga qarshi kelishim sifatida o'tirg'a qo'yish bek muhata. Bu jinoyatchilarni o'tkazib berishga munosabatlik bir kelishim. Biz bu masalaga bo'lgan sezgurligimizni Xitoy bilan o'rtoqlashimiz dedi. Uyghur Türklerine karşı bir olumsuz tutum söz konusu olduğunda buna karşı susmamız, görmezden gelmemiz ya da bununla ilgilenmiyormuşuz gibi bir tutum asla söz konusu değildir. Yana bir tarafdan Türkiye Demokratiya ve Bösüş Partiyasi Xitoy imzalagan ve Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ның tasdiqi bilan Türkiye Büyük Millet Meclisiga sunulishini saqlayotgan o'tkazib berish kelishimi haqida Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lidan 8 moddalik savol so'radi. Mazkur partiyaning qonun ishlariga mas'ul muavin raisi Yanaroğlu payshanba kuni e'lon qilgan bayonotida Turkiyaning kishilik huquqi daxl taruz qilish xotirasi nachar bo'lgan Xitoy bilan tuzgan kelishimni tasdiqlashining Yevropa kishilik huquq ahdinomisidagi majburiyatlarga xiloflik qilganlik bo'ladiganligini o'tirib qo'ydi. Bu kelishimning Xitoy xalq qurultayida tasdiqlanishi Uyg'ur diasporasida andisha paydo qildi. Amerika Savdo Ministrligi Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid solganligini aytib, Xitoy davlatlik dengiz okean neft shirkati va Xitoy Skyzone shirkatini qora tizimlikka kirgizganligini e'lon qildi. Amerika Savdo Ministrligi e'lon qilgan bayonotda har ikki shirkatning Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid solganligi o'tirg'a qo'yildi. Bayonotda Xitoy davlatlik dengiz okean neft shirkatining Xitoyning Janubiy dengizdagi qo'shinlarini qo'rqitishga yordam berganligi va Skyzonening harbiy aeroplan motori qatorliq mahsulotlarni taraqqiy qildirish iqtidori borligi o'tirg'a qo'yilgan. Amerika Savdo ministri Wilbur Ross Xitoyning Janubiy dengizdagi beparvolik va tajovuzchilik harakatlari va qurol-yarog' texnikasiga erishishdagi tajovuzchilik pozitsiyasining Amerika va xalqaro jamiyatning bexatarligiga tahdid elib keladiganligini bayon qildi.
Xitoy raisi Xi Jinping Starbucks'ın yaqinqi yillarda buzilgan Amerika-Xitoy munosabatining yaxshilanishiga yordam qilishni talab qildi. Xi Starbucks'ning pensiyaga chiqqan farzandi Howard Schultzga yozgan xatida mundaq degan: "Men Starbucks'ning Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy, savdo va ikki taraflik munosabatni yaxshilash uchun aktiv kuch chiqarishini umid qilaman." Xinhua agentligi e'lon qilgan bu xat 6 yanvar yozilgan. Xi Jinping yana Xitoy Starbucks qatorliq shirkatlarni yer shari taraqqiyot boshlig'i bilan ta'minlaydigan to'liq zamonaviy sotsialistik davlat qurish uchun yangi safarga otlandi degan.